Boshlavering opa bosing. Bosim. Assalomu alaykum. Hurmatli komissiya a'zolari, bugun Navoiy viloyat veterinariya va chorachilikni rivojlantirish boshqarmasining Navbahor tuman veterinariya va chorachilikni rivojlantirish bo'limi boshlig'i lavozimiga nomzod bilan suhbat o'tkazilmoqda. Suhbat o'tkazish komissiyasining tarkibi: Nizamov Oybek Nizamovich, boshqarma boshlig'i, tanlov komissiyasi raisi; Juzbayev Baxtbergan Xoldiqulov, bosh mutaxassis, tanlov komissiyasi a'zosi; Hakimov Dilmurod O'ktamovich, shu'ba mudiri, tanlov komissiyasi a'zosi; Tekiyeva Periza Disbulovna, bosh mutaxassis, tanlov komissiyasi a'zosi; Sobirova Sadoqat Ne'matovna, bosh mutaxassis, tanlov komissiyasi kotibi. Suhbat komissiyasi a'zolari suhbatda to'liq ishtirok etyapti. Amaldagi nizom asosida suhbatni o'tkazish mumkin. Vakansiya.uz tizimidagi davlat fuqarolik xizmatchilari vakant lavozimlarining yagona ochiq portali orqali ushbu lavozimga ariza topshirib, bir nafar nomzod test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan. Hozirgi suhbatga kiritilayotgan nomzod Hafizov O'tkir Abdurovich, 1978-yilda tug'ilgan, Navoiy viloyati Nurota tumanida tug'ilgan, 2005-yil Samarqand qishloq xo'jalik institutining veterinariya yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Jami ish staji 21 yil, malaka darajasi belgilangan malaka talablariga javob beradi. Suhbat jarayoni YouTube kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilyapti. Suhbat jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Navoiy viloyati filiali mas'ul xodimi Jo'rayev Sardor Umurzoq o'g'li kuzatuvchi sifatida onlayn ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum. Marhamat. Hurmatli komissiya a'zolari, suhbatni boshlashingiz mumkin. O'tiring. Komissiya, hurmatli nomzod, komissiya a'zolariga suhbat o'tkazish jarayoniga e'tiroz yo'qmi? Yo'q. Marhamat, san. Demak, suhbat jarayonini boshlasak, hurmatli nomzod, ayni vaqtda sizga maxsus dastur random tizimi orqali 5 savol beriladi. Shu savollarga javob berasiz. Shu savollarga javob berib bo'lganingizdan keyin komissiya tomonidan sizga aynan siz topshirgan lavozim bo'yicha qo'shimcha 3 taga savol berilishi mumkin. Tushundingiz-a? Tushunarli. Demak, ikki savollarni ochamiz. Tak. Ekran ko'rinyapti, sizga yo'q bo'lib nomzod. Ko'rinyapti. Savollar ro'yxatini ochamiz. Marhamat, savollarga o'qib javob berishingiz mumkin. Birinchi savol: qoramurlar oshqozoni nechta kameradan iborat? Javob: 4 ta kameradan, 2 ta qo'rincha, 2 ta bo'limchadan iborat. Ikkinchi savol: O'zbekiston Respublikasi veterinariya to'g'risidagi qonunning yangi tahriri qachon qabul qilingan? 2019-yilda. O'zbekiston Respublikasi veterinariya to'g'risidagi qonun 2019-yilda qabul qilingan. 9-dekabrda. Uchinchi savol: oqsil kasalligi qo'llanadigan vaksinalar. Oqsil kasalligiga juft yog'li hayvonlar kasallanadi. Bunga yirik shoxli hayvonlar, mayda shoxli tuyalar, cho'chqalar kasallanadi. Oqsil kasalligi virusli kasallik bo'lib, oqsil emlamasi orqali emlanadi. Yashur emlamasi orqali oqsil kasalligi Yashir, vaksina. vaksinasi Aziya tipi orqali Aziya bir tipi orqali emlanadi. AO Aziya tipi orqali emlanadi. Keyingi savol. 4-savol: jugut rezina qachon ishlatiladi? Jugut. Javob: jugut rezina qochirish davrida ishlatiladi. Suvni qochirish davrida ishlatiladi. Kesilgan bo'lsa, o'sha vaqt ishlatiladi. Qonni to'xtatishda ishlatiladi jugut rezina. 5-savol:
Qonning shaklli elementlarini ayting. Eritrositlar, leykositlar, qonda shaklli elementlar. Nechta savolga bo'ldimi javob? Javob berib bo'lma. Marhamat, qo'shimcha savollar. Vazirlar Mahkamasi 748 qarori bor. Siz ish jarayonida shu bilan ishlaysiz. Shu qaror to'g'risida gapirmoqyapsiz. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 sentyabrdagi 748-sonli qarori qabul qilingan. Unda qishloq xo'jaligi hayvonlarini ro'yxatga olish, ro'yxatdan chiqarish ko'rsatilgan. Unda qishloq xo'jaligi hayvonlarini sirg'alash, birkalash tashkil qilingan. Sirg'alash, birkalash 12 ta raqamdan iborat bo'ladi. Oldingi 2 ta raqami respublika kodi bo'ladi. Undan keyingi ikkitasi viloyat kodi bo'ladi. Undan keyingisi hayvonni kodi bo'ladi. Undan keyingisi tartib raqami bo'ladi. Marhamat, chorvangiz. Sun'iy urug'lantirish tuzumi nechta turi bor? Nima farqi? Sun'iy qochirish 3 xil turda amalga oshiriladi. Monoservikal, rektal, vizoservikal usullarida sun'iy qochiriladi. Oldinlari vizoservikal usulida qishloq xo'jalik hayvonlari, ya'ni sigirlar hamda tana yoshiga yetgan tanalar vizoservikal usulida qochirilgan. Unda qin oynasi orqali qochirilgan. Unda hayvonlar stress holatga tushganligi sababli hozirgi kunda rektal usulida qochiriladi. Qo'l yordamida unda samaradorligi yuqori. Shu uchun shundan qo'llanadi. Marhamat. Bo'lmasa men bitta savol beraman. Endi bizda asosiy mana bilasizlar, juda asosiy vazifamiz ham shu epizod tadbirlarini vaqtida o'tkazish, kasalliklarga qarshi kurash. Endi men bitta kasallikni aytaman, quturish kasalligi bo'yicha menga tushuncha beringlar. Qanaqa kasallik, qanday aniqlanadi, nimadan belgilanadi, kim buni xulosa beradi, kasal bo'lganda nima laboratoriyaga jo'natiladi? Quturish kasalligi o'ta yuqumli kasallik bo'lib, bu quturish kasalligi bilan yirtqich hayvonlar, it, mushuk, yovvoyi hayvonlar kasallanadi. Quturish kasalligiga gumon qilingan it tartib bilan 10 kun davomida izolyatsiyaga olinadi. Quturish kasalligiga gumon qilingan itda odamga tashlanish, yorug'likdan qo'rqishi, suvdan qo'rqishi alomatlari kuzatiladi. Agar 10 kun mobaynida quturishga gumon qilingan it halok bo'lib qolsa, o'lib qolsa, uning bosh qismini viloyat laboratoriya virusologiya bo'limiga tekshirish uchun jo'natiladi. Unda virusologiya bo'limida itni miyasidan suspenziya taxlanadi hamda mazok tayyorlanadi. Первичный mazokni lyuminescentniy mikroskopda ko'riladi. Undan keyin suspenziyani oq sichqonchalarda yoki dengiz cho'chqalarida proba uchun qo'yiladi. Keyin biz dengiz cho'chqasi yoki oq sichqonchani kuzatganimizda 10 kun 12 kun orasida falajlanish kuzatilsa, quturish alomatlari aniqlangan bo'ladi hamda uni ham yorib ko'riladi. Marhamat. Savol yo'q? Komissiya a'zolariga jarayon bo'yicha e'tiroz yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa, mana biz belgilangan tartibda hurmatli nomzod suhbat natijasini komissiyaning har bir a'zosi tomonidan berilgan tavsiyalar orqali aniqlanadi va sizga belgilangan tartibda ma'lum qilinadi. Rahmat.
Hurmatli Sardor, masalangiz yo'qmi, savol yo'qmi? Yo'q, yo'q, e'tirozlar bo'lmasa masala yo'q, rahmat. Shu belgilangan tartibda ma'lum qilamiz. Rahmat. Keyingi nomzod javob. Buni birga ilomaymiz.